Hop, tak. Yaxshi, ketyapman. Menimcha to'g'ri ketyapman. Mana bu yerda kamazlar turibdi menimcha. Mana shu yerda ish o'rini aytilgan. Telefonda gaplashilgan. Xo'p, mana bu yerdan kiramiz. Tak. Hop, sekin-astalik bilan yiqilmaslik kerak. Hop. Poliz tepada ekan hali. Hop. Hop, bu yerdan mana keldim, eshikni ochib olamiz. Menimcha mana shu yer ekan. Bu yerda boshqa eshik yo'q bo'lishi kerak. Mana bu yerda nima bor ekan? Yo'q, bu yerda hech kim yo'q. Mana bu yerda bo'lishi kerak. Taq. Janob, kirishga mumkinmi? Kirishingiz mumkin. Hop, eshikni yopamiz. Hop, assalomu alaykum, janob, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, o'zingizdachi? Ha, yaxshi, rahmat. Nima xizmat? Короче, men oldin kamazchilik nimasida ishlaganman. Kamazchilikda ishlaganman. Короче, optim bor. Ishlamoqchiman. Xo'sh, bizda siz uchun bo'sh o'rinlar bor va bo'sh kamazlar ham albatta topiladi. Yaxshi. Xo'p, men bo'sh kamazlarni nimaga pulga ola olamanmi yo arendagami? Siz uchun bizga albatta kamazlar topiladi. Siz uchun bo'sh kamazlar albatta bizda bor. Lekin bir oydan keyin налогini to'lashingiz kerak bo'ladi. Ha, bo'ldi, davay kelishdik. Mana shu yerga imzo qo'yamanmi? Mana shu hujjatga deyman. Hamma narsani qo'yaman. Hozir. Ana bo'ldi, qo'yib oldim. Unda men ish boshlashim mumkin-a bugundan boshlab? seyfda kalitni olasiz va kamazga kerakli aksessuarlar bor va albatta keyinchalik bu yerga kelib keting, bir nechta narsalarga imzo qo'yishingiz kerak, albatta rasmiyatchilikka. Bo'ldi, rahmat janob. Xo'p, endi menga ayta olasizmi, meni kamazim qayerda? Pastda, ofisning parkovkasida. Aha, bo'ldi, yaxshi. Men unda nima, birinchi klientimni olsam bo'ladi-a, demak. Menga lokatsiyalarimni Telegram ichimga tashlab qo'yasiz-a? Albatta tashlaymiz. Xo'p, mayli, rahmat. Unda men ketdim, bir oydan keyin to'layman albatta. Mayli, rahmat. Arzimayli ketib turing. Xo'p, mayli. Tak, eshik yopamiz. Bu yerdan chiqamiz. Yaxshi, obunachilar. Mana kamazni ham oldik. Endi kamazni o'zini ko'rishga boramiz. Xo'p, astalik bilan tushib bu yerdan. Xo'p, hozir 1 minut. Tak. Hop, hozir. Hop, eshikni ochamiz va yopamiz. Tak. Men chiqib oldim. Menimcha mana bu parkovka joyini aytgandilar. Shunga o'xshayapti. Mayli, tezroq boringlar. Xo'p, mana minib oldi obunachilar. Endi boz tashlagan lokatsiya tomon ketamiz. Let's go. Xo'p. Tak. Amallab chiqsam bu yerdan. Xo'p, yaxshi. Xo'p. To'xtaylar. Men bu yerda yo'l ko'rib qoldim mana. Mana shu yerdan men o'taman hozir obunachilar. Hop, mana shu yerdan chiqib boraman bu yoqqa. Hop, mana shu yerda ko'rdim. Obunachilar, men keldim. Tak, mana men keldim. Endi mana bu yerda birov o'tirgan ekanlar. Salom bro, bu yuklar sizgami? Da, menga edi. Unda sizga bo'lsa, davay tushira qolaylik, ha? Da, shunaqa. Okey, mayli janob, davay. Men tushiraveraman, siz o'tiravering shu yerda, bo'ldimi? Mayli, davay. Xo'p, shu yerda o'tiravering. Xo'p, hozir tushirib beraman sizga, janob. Xo'p, tak. Tushiramiz. Aha, hozir bo'yim ham yetmaydi-ya.
bo'ldi. Mana janob, tak hozir men sizga korobkalarni beraman. Bu dostavka-yu, aytgancha korobkaning ichida dostavkalar bor, to'g'rimi janob? Ha, to'g'ri aytyapsiz, shofir. Menda qancha bo'ldi? Sizdan o'zim bosim aytadi sizga qancha bo'lganini. O'sha bossning nimasiga, ya'ni kartasiga pul o'tkazib qo'yaverasiz. Bo'ptimi janob, kelishdingmi? Ha, kelishdik. Unda qayersiz ekan? Men ishimni davom ettirishim kerak. Xo'p, unda sizga ham xayr, men ketdim. Unda siz kartaga to'lov qilishni unutmang. Xayr. Xayr. Mayli, xayr. Tak, obunachilar. Xo'p, qaytarib olamiz. Ehtiyot bo'lib, qaytarib olamiz. Yaxshi. Xo'p, mana hammasi yaxshi bo'ldi, obunachilar. Hammasi chotki bo'ldi. Xo'p, siz hozir tushib xayrlashaman-da, obunachilar. Xayrlashadigan paytimiz keldi, obunachilar. Bugungi, ya'ni birinchi qism Kamazchi seriali o'z nihoyasiga yetdi va yana kelasi qismlarda ko'rishguncha hammaga xayr. Sizlar bilan men Renzojon bo'ldim. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, obunachilar.